Oilam bilan har kuni bir rivoyat o'rganamiz. Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Ushbu kitob oilaviy tarbiya va ma'naviyatga bag'ishlangan bo'lib, unda har kuni o'qish uchun qisqa rivoyatlar, hikoyalar va ta'limiy masalalar keltirilgan. Har bir rivoyat hayotiy voqealar asosida yaratilgan bo'lib, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan. Kitobda bolalarni odob, axloq, halollik, mehr-muhabbat, sabr, toqat, hurmat kabi ezgu fazilatlari bilan tarbiyalashga yordam beruvchi hikoyalar berilgan. Har bir rivoyat so'ngida o'quvchilarga fikr yuritish va muhokama qilish uchun savollar taqdim etilgan bo'lib, bu oilaviy suhbatlarni chuqurlashtiradi va tarbiyaviy jarayonni samarali qiladi. Shu bilan birga kitobda ota-onalar uchun maslahatlar ham mavjud bo'lib, ular oilada mehr-oqibat va ijobiy muhit yaratishga yo'naltirilgan. Umuman olganda, Oilamiz bilan har kuni bir rivoyat o'rganamiz kitobi oilaviy qadriyatlarni asrash va avlodlarni axloqiy jihatdan yetuk shakllantirish uchun mo'ljallangan qimmatli qo'llanmadir. Ushbu kitob sizda qiziqish uyg'otdimi? Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, mutolaa qilishingiz mumkin.